Agar ota-onangiz, bobo yoki buvingiz telefon ishlatsa, bank kartasidan foydalansa, pensiya olsa yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'tirsa, bu ma'lumot ularga bevosita tegishli. Men bugun juda muhim masalani tushuntiraman. Firibgarlar aynan yosh katta insonlarni qanday aldamoqda, qanday gaplar bilan qo'rqitmoqda va pulini, kartasini, hujjatini qanday olib qo'ymoqda. Bu video oddiy ogohlantirish emas. Bu har bir oilada bugun aytilishi kerak bo'lgan xavfsizlik qoidalari. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va eng muhimi, bu videoni ota-onangizga, bobo va buvilaringizga yuboring. Avval firibgarlik ko'proq ko'chada, bozorda, uyma yurib sodir bo'lardi. Kimdir arzon mahsulot sotaman derdi. Kimdir hujjat qilib beraman derdi. Kimdir pulni ko'paytirib beraman deb aldardi. Odamlar firibgarni ko'zi bilan ko'rardi. Ovozini eshitardi. Ba'zan qo'shnilardan so'rab tekshirardi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgargan. Firibgar sizning uyingizga kelmaydi, eshik qoqmaydi. U telefoningizga qo'ng'iroq qiladi. Telegram yoki WhatsApp orqali yozadi. Bank nomidan, soliq idorasi nomidan, pensiya jamg'armasi nomidan yoki hatto farzandingiz nomidan gapiradi. Eng xavfli tomoni shundaki, hozirgi firibgarlar juda tez, ishonchli va psixologik bosim bilan ishlaydi. Ular odamga o'ylashga vaqt bermaydi. Masalan, kartangizdan pul yechilyapti. Nomingizga kredit rasmiylashtirilmoqda. O'g'lingiz avariyaga uchradi. Pensiyangiz to'xtab qoladi. Kompensatsiya olishingiz uchun kodni ayting kabi gaplar bilan qo'rqitadi. Yoshi katta insonlar esa ko'pincha davlat idorasi, bank yoki shifoxona nomini eshitganda ishonib qoladi. Chunki ular hayot davomida rasmiy tashkilot so'ziga hurmat bilan qarashga o'rgangan. Firibgarlar aynan shu ishonchdan foydalanmoqda. Bugun eng katta o'zgarish shuki, pul endi cho'ntakda emas, ko'pincha kartada turadi. Kartani o'g'irlash uchun cho'ntakka qo'l solish shart emas. Karta raqami, amal qilish muddati, SMS, kod yoki ilovaga kirish paroli qo'lga tushsa, pul bir necha daqiqada yechib olinadi. Shuning uchun men har doim aytaman. Telefoningizga kelgan kod bu kalitdir. Uyingiz kalitini begona odamga bermaganingiz kabi SMS kodni ham hech kimga aytmasligingiz kerak. Birinchi qoida, bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir, men bank xavfsizlik bo'limidanman, hozir kartangiz bloklanadi, kodni ayting desa, bu deyarli aniq firibgar. Haqiqiy bank xodimi sizning kartangizni saqlash uchun sizdan maxfiy kod so'ramaydi. Chunki bank tizimida bunday ma'lumotlarni so'rash taqiqlangan. Kod faqat pul o'tkazish, ilovaga kirish yoki operatsiyani tasdiqlash uchun keladi. Demak, kodni aytsangiz o'zingiz pul o'tkazishga ruxsat bergan bo'lasiz. Ikkinchi qoida, qo'rqitish va shoshiltirish firibgarning asosiy quroli. Masalan, buvingizga telefon qilishadi. Sizning nomingizga 2 million so'mlik kredit olishyapti. Hozir to'xtatmasak kech bo'ladi. Keyin telefonni qo'ymang. Hech kimga aytmang. Hozir bankomatga boring deyishadi. Nima uchun hech kimga aytmaslikni so'raydi? Chunki yonidagi farzandi yoki nabirasi bu gap firibgarlik ekanini tezda tushunishi mumkin. Firibgar odamni yolg'iz qoldirib, vahimaga solib, qaror qabul qildirmoqchi bo'ladi. Uchinchi qoida, farzandingiz muammoga tushdi degan qo'ng'iroqlar juda ko'p uchraydi. Masalan, kechqurun bobongizga notanish raqamdan qo'ng'iroq bo'ladi. Orqa fonda yig'lagan ovoz eshitiladi. Keyin kimdir, otaxon, o'g'lingiz avariya qildi. Jabrlanuvchiga pul kerak. Ish ochilmasligi uchun tezda 20 million so'm yuboring deydi. Ota-ona bunday paytda mantiq bilan emas, yurak bilan harakat qiladi. Bolamni qutqarishim kerak deb o'ylaydi. Firibgar aynan shu hissiyotdan foydalanadi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l telefonni qo'yish, o'g'il yoki qizning o'z raqamiga qo'ng'iroq qilish. Javob bermasa uning turmush o'rtog'i, qo'shnisi, ish joyi yoki yaqin qarindoshiga bog'lanish. Hech qachon birinchi qo'ng'iroq qilgan odamga pul yubormang. 4-qoida, pensiya, nafaqa, moddiy yordam va kompensatsiya bahonasidagi xabarlar ham xavfli. Masalan, sizga 2 million 400 ming so'm yordam puli chiqdi. Olish uchun havolaga kiring degan xabar keladi. Havola banknikiga o'xshashi mumkin. Logotip ham bo'lishi mumkin. Lekin aslida bu soxta sayt. U yerga karta ma'lumotlarini kiritgan odamning puli ketadi. Rasmiy to'lovlar hech qachon Telegramdagi shubhali havola orqali berilmaydi. Pensiya va nafaqa masalasida faqat rasmiy tashkilotga borib yoki rasmiy telefon raqami orqali tekshirish kerak. Men tajribamdan kelib chiqib aytaman, eng ko'p xavf ostida bo'lganlar yolg'iz yashagan keksa insonlar. Farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda bo'lgan ota-onalar,
telefon va bank ilovalarini yaxshi tushunmaydiganlar, shuningdek davlat idorasi nomidan kelgan har qanday gapga ishonishga moyil insonlardir. Bu ularning sodda yoki bilimsiz ekanini anglatmaydi. Bu shunchaki texnologiya juda tez o'zgarganini anglatadi. Kecha oddiy telefon yetarli edi. Bugun esa bitta tugmani bosish bilan pul boshqa hisobga ketishi mumkin. Masalan, otaxon pensiyasini kartaga oladi. Kartada 3 million so'm bor. Unga kartangiz bloklanadi deb qo'ng'iroq qilishadi. U karta raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodini aytadi. 5 daqiqa ichida pul ketadi. Keyin bankka boradi. Lekin operatsiya SMS kod bilan tasdiqlangani uchun pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Bunga qizingiz nomidan gapiryapmiz, telefonni yo'qotgan, pul kerak deb Telegramdan yozishadi. Profil rasmi qizining rasmiga o'xshash bo'ladi. Buvijon 1 million so'm yuboradi. Keyin qiziga qo'ng'iroq qilsa, u hech narsa bilmaydi. Firibgar esa profilga rasm qo'yib ishonch uyg'otgan bo'ladi. Kimlar kamroq xavf ostida har bir qo'ng'iroqni tekshiradigan, SMS kodni hech kimga aytmaydigan, bank ilovasiga begona odamni yaqinlashtirmaydigan, shubhali havolani bosmaydigan insonlar. Yosh katta bo'lsa ham oddiy qoidalarga amal qilsa, firibgarlardan himoyalanish mumkin. Bu yerda asosiy narsa texnik bilim emas, xavfsizlik odati. Masalan, uy eshigini qulflash juda murakkab ish emas, lekin uni har kuni qilish kerak. Telefon xavfsizligi ham xuddi shunday odatga aylanishi kerak. Ba'zan odamlar menga bankdan, rostdan ham qo'ng'iroq qilishgan. Demak, hammasi firibgar emas deydi. To'g'ri? Bank yoki tashkilot sizga ma'lumot berish uchun qo'ng'iroq qilishi mumkin. Lekin farqi shundaki, haqiqiy xodim sizdan SMS kod, karta PIN kodi. Ilova paroli yoki pasportingizning barcha ma'lumotlarini telefon orqali aytishni talab qilmaydi. Agar shubha bo'lsa, men har doim bitta yo'lni tavsiya qilaman. Qo'ng'iroqni tugating va kartangiz orqasida yozilgan rasmiy raqamga yoki bankning rasmiy saytida ko'rsatilgan raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Sizga qo'ng'iroq qilgan raqamga qayta qo'ng'iroq qilish ham har doim xavfsiz emas. Chunki raqam soxtalashtirilgan bo'lishi mumkin. Yana bir nozik jihat, firibgarlar ba'zan haqiqiy ma'lumotlarni aytadi. Masalan, ismingiz, familiyangiz, qaysi bank kartangiz borligi yoki qarindoshingizning ismini bilishi mumkin. Odam bularni bilsa, demak rasmiy odam ekan deb ishonib qoladi. Lekin bugun ko'p ma'lumotlar turli yo'llar bilan tarqalishi mumkin. Eski anketalar, ijtimoiy tarmoqlar, ochiq guruhlar, oldingi xaridlar, hatto tanishlar orqali. Shuning uchun firibgar bir-ikki to'g'ri ma'lumot aytgani uchun unga ishonib bo'lmaydi. Muhim savol bitta, u sizdan maxfiy kod, pul yoki shoshilinch harakat talab qilyaptimi? Agar talab qilsa, to'xtang. Yana bir keng tarqalgan tuzoq. Telefoningizga dastur o'rnating, men sizga yordam beraman deyshadi. Masalan, keksalarga bank ilovasini sozlab beramiz deb masofadan boshqarish dasturini o'rnatishga majbur qilishadi. Bunday dastur o'rnatilsa, firibgar telefon ekranini ko'rishi, ba'zan boshqarishi ham mumkin. Natijada u bank ilovasiga kirib, pul o'tkazishi ehtimoli paydo bo'ladi. Agar kimdir telefon orqali sizga biror ilovani o'rnatishni buyursa, ayniqsa bank yoki pul bilan bog'liq bo'lsa, darhol rad eting. Yana bir masala QR kodlar va havolalar. Hozir to'lov qilish, chegirma olish, sovrin yutish, ariza topshirish bahonasida havola yuboriladi. Yoshi katta inson havolani bosadi, sahifa ochiladi, kartangizni kiriting deydi. Bu juda xavfli. Rasmiy xizmatlar uchun manzilni o'zingiz yozib kiring yoki farzandingizdan tekshirtiring. Telegramda kelgan tabriklaymiz. Sovrin yutdingiz, xabarga ishonmang. Hech kim siz qatnashmagan tanlovda sizga sovrin bermaydi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, bugun ota-onangiz, bobo va buyingiz bilan 15 daqiqa suhbat qiling. Ularga tanbeh bermang. Siz tushunmaysiz demang. Bunday gaplar odamni xafa qiladi va keyingi safar muammo bo'lsa, sizga aytmay qo'yadi. Yumshoq qilib tushuntiring. Hozir firibgarlar juda ko'paygan. Siz ehtiyot bo'lishingiz uchun bir nechta qoida kelishib olaylik deng. Ikkinchi qadam, oilaviy parol belgilang. Masalan, agar kimdir telefon qilib o'g'lingiz muammoga tushdi desa, otangiz yoki onangiz oilaviy parolni ayting deb so'rasin. Parol oddiy, lekin begona bilmaydigan narsa bo'lsin. Masalan, bolalikdagi mahalla nomi, oilada ishlatiladigan kulgili so'z yoki faqat yaqinlar biladigan ibora. Agar qo'ng'iroq qilgan odam parolni bilmasa, pul haqida gaplashish darhol to'xtatiladi. 3-qadam, telefon daftariga muhim raqamlarni aniq nom bilan yozib qo'ying. O'g'lim Asilbek, qizim Dilnoza, kuyovim, mahalla raisi,
bank rasmiy raqami kabi. Yosh katta insonlar ba'zan notanish raqamdan kelgan qo'ng'iroqni farzandim deb o'ylab qolishi mumkin. Shuning uchun telefon daftarini tartibga keltirish juda muhim, agar imkon bo'lsa. Favqulodda holatda qo'ng'iroq qilish uchun 3 ta yaqin odam raqamini alohida yozib, muzlatgichga yoki eshik yoniga qog'ozga ilib qo'ying. 4-qadam, bank kartasi xavfsizligini tekshiring. Karta PIN kodi tug'ilgan yil, BIM-gimaga. BIM 234 yoki telefon raqamining oxirgi raqamlari bo'lmasin. Bunday kodlarni topish oson. SMS xabarnoma ulangan bo'lsin, shunda har bir operatsiya darhol ko'rinadi. Karta limitlarini kamaytirish ham foydali. Masalan, kunlik internet to'lov limiti 1 million emas, 500 ming yoki 20 million so'm qilib qo'yilishi mumkin. Agar katta to'lov kerak bo'lsa, farzandlar bilan maslahatlashib vaqtincha oshirish mumkin. Bu oddiy cheklov katta yo'qotishning oldini oladi. 5-qadam, bank ilovalarini faqat ishonchli odam so'zlasin. Agar ota-onangiz bank ilovasidan foydalanmasa, lekin kartasi bor bo'lsa, ilova kimning telefonda turibdi? Unga kim kirishi mumkin? Parolni kim biladi? Bularni tekshiring. Parol qog'ozga yozilib, telefon g'ilofida turmasin. Bu juda ko'p uchraydigan xato. Telefon yo'qolsa, karta ham xavf ostida qoladi. 6-qadam. Shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, 3 ta harakat qiling. Birinchisi telefonni qo'ying. Ikkinchisi o'zingiz bilgan rasmiy yoki yaqin raqamga qo'ng'iroq qiling. Uchinchisi hech qanday pul yubormang va kod aytmang. Men aynan shu 3 ta qoidani yoshi katta insonlarga yodlatishni tavsiya qilaman. Telefonni qo'yaman, tekshiraman, keyin qaror qilaman. Firibgar sizni shoshiradi, siz esa ataylab sekinlashishingiz kerak. 7-qadam. Agar allaqachon kod aytilgan yoki pul yuborilgan bo'lsa, uyalib o'tirmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling, kartani blok qildiring, bank ilovasidan chiqishlarni tekshirtiring. Keyin ichki ishlar organlariga ariza bering. Arizada qo'ng'iroq qilingan raqam, yozishmalar skrinshoti, pul o'tkazilgan karta yoki hisob raqami, vaqt va summa ko'rsatilishi kerak. Masalan, 2025 yil 4 mart kuni soat 10:20 da falon raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. 3 million so'm falon kartaga o'tkazildi deb aniq yozing. Qanchalik tez murojaat qilinsa, pul harakatini kuzatish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. 8-qadam, Telegram va WhatsApp xavfsizligini sozlang. 2 bosqichli parol qo'ying. Begona qurilmalardan kirishlar bor yo'qligini tekshiring. Agar buvingizning Telegram akkaunti o'g'irlansa, firibgar uning nomidan barcha qarindoshlarga tez pul kerak deb yozishi mumkin. Odamlar buvining nomini ko'rib ishonadi. Shuning uchun messenjer xavfsizligi ham bank kartasi xavfsizligidan kam emas. 9-qadam, uyga kelgan notanish odamlarga ham ehtiyot bo'ling. Ba'zan gaz tekshiruvi, elektr hisoblagich, ijtimoiy yordam ro'yxati, bepul tibbiy tekshiruv bahonasida kelishadi. Hujjat ko'rsatsa ham darhol ishonmang. Mahalla, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot yoki farzandingiz bilan telefon orqali tekshiring. Uyga notanish odamni yolg'iz kiritmang. Ayniqsa pul, zargarlik buyumlari yoki hujjatlar qayerda turishini ko'rsatib qo'ymang. 10-qadam, ota-onangizga bitta gapni qayta-qayta eslating. Haqiqiy yordam shoshilinch sir bo'lmaydi. Agar kimdir hech kimga aytmang desa, bu ogohlantiruvchi belgi. Agar kimdir hozirning o'zida pul yuboring desa, bu ogohlantiruvchi belgi. Agar kimdir kodni ayting desa, bu ogohlantiruvchi belgi. Agar kimdir telefonni qo'ymang desa, bu ham ogohlantiruvchi belgi. Oddiy hayotda halol tashkilot odamni bunday bosim ostiga olmaydi. Men keksalarga bu mavzuni murakkab texnik so'zlar bilan emas, hayotiy misollar bilan tushuntirishni tavsiya qilaman. Masalan, SMS kod bu sandiq kaliti deng. PIN kod bu uyning eshik kaliti deng. Telegramga kelgan havola bu notanish odam bergan manzil, unga bormaslik kerak deng. Shunda odam tezroq tushunadi. Yana bir misol, agar notanish odam ko'chada kelib kartangizni bering, men pulingizni himoya qilaman desa, hech kim bermaydi. Lekin telefon orqali xuddi shu ishni boshqa so'zlar bilan aytsa, odam ishonib qoladi. Demak, telefon ortidagi odam ham ko'chadagi notanish odam bilan bir xil ehtiyotkorlik bilan qabul qilinishi kerak. Agar ota-onangiz mening kartamda ko'p pul yo'q, meni kim aldaydi desa, bu ham xato. Firibgar uchun 300 ming so'm ham pul. Bundan tashqari, kartadan pul ketishi bilan birga nomingizga qarz, kredit yoki boshqa majburiyatlar paydo bo'lishi xavfi ham bor. Shaxsiy ma'lumotlar ham qimmat. Pasport rasmi, JSSHIR. Telefon raqam va karta ma'lumotlari qo'lga tushsa, keyingi firibgarliklar uchun ishlatilishi mumkin.
Agar men hech qachon aldanmayman deysa, men bunday javob beraman. Firibgarlar aynan o'ziga ishongan odamlarni ham aldaydi. Chunki ular odamning bilimiga emas, hissiyotiga hujum qiladi. Qo'rquv, shoshilish, farzandga achinish, bepul pul olish istagi, davlatdan yordam chiqdi degan umid mana shu hissiyotlar qarorini xiralashtiradi. Shuning uchun qoidalar hamma uchun kerak. Bugun men sizga eng muhim xavfsizlik qoidalarini tushuntirdim. SMS kodni hech kimga aytmang. Shubhali qo'ng'iroqda telefonni qo'ying. Rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qilib tekshiring. Pul yuborishdan oldin yaqinlaringiz bilan maslahat qiling. Shubhali havolalarni bosmang. Bank kartasi va messenjerlarni himoya qiling. Bu qoidalar oddiy ko'rinadi, lekin aynan shu oddiy qoidalar millionlab so'm pulni, asabni va oilaviy xotirjamlikni saqlab qoladi. Iltimos, bu videoni hozirning o'zida ota-onangizga, bobo va buvilaringizga yuboring. Kommentariyada yozing, sizning oilangizda shunday shubhali qo'ng'iroq yoki xabar bo'lganmi? Qanday vaziyatga duch kelgansiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizni ogohlantirishni kechiktirmang. Bugun aytilgan bitta ogohlantirish ertaga katta yo'qotishning oldini olishi mumkin.